Hamid aka, nega Xitoy любой mashinaga заводской setkasi bor-da, lekin mana bunaqa katta mashinalarga setka yo'q aka. Ko'p hollarda mana shu savollar bilan obunachilarimiz bizani bezor qilishadi. Okey, siz videoni oxirigacha ko'rib turing. Men sizning mashinangizga ham imkon qadar yechim berishga harakat qilaman. Masalan, mana shu Kia yoki Kiaga o'xshagan mashinalar. Mana shu mashina 45 ming probeg. Lekin radiatorga qarasangiz, mashina 200 ming yurganga o'xshaydi. Asosan bu narsa danlilarda katta shag'allar, toshlar, mayda-chuyda narsalar radiator ko'rinishini juda ham xarob ahvolga olib kelib qo'yadi. Okey, ko'rib turgan mashinangiz yangi mashina. Agar shu narsalarni qo'yib olmasangiz, hozirgi ko'rinishdagi Kia'ning ahvoliga kelib qolish ehtimoli juda ham katta. Men sizga bugun tavsiya qilayotgan setkalarimni 4 xil, 5 xil versiyasi bo'lib, bu Turkiyada ishlab chiqarilgan temirli versiyasi hisoblanadi. Bu zanglamaydi, issiq temperaturaga chidamli va 1 yil kafolati bor. Har xil gullar bor. Xohlasangiz mayda, xohlasangiz yirik. Aka, agar bu narsa sizga og'irlik qilsa yoki qimmatli qilsa, plastmassa versiyasini ham olib kelib qo'yganmiz. Buni ham ustanovka qilsa bo'ladi, cho'nchak bob narxda. Aka, заводской xohlaganlarga nima qilamiz? Заводской xohlaganligi, mana заводской Xitoy, aksariyat Xitoy mashinalari Xitoy hozir zavod qilib beradi. Buni ustanovkasi oddiy. O'zingiz lipochkalarni shilib, o'zingiz qo'yib qo'yasiz. Lekin gap inomarka to'g'risida ketadigan bo'lsa, ozgina muammosi bor. Siz aytasiz, "Aka, ustasini qayerdan olamiz yoki qanaqa ustanovka qildirib turamiz?" Aka, siz bu narsani o'ylamang. Siz menga aloqaga chiqing, ustasini ham hal qilib beraman. Aka, o'zi sizni nima savollar qiziqtiradi, bemalol murojaat qilavering. Okey, video yoqqan bo'lsa bitta like bosasiz, shu videoni juda ham ko'pchilikka tarqalishiga sababchi bo'lib qolasiz. Biz bo'lsa niyat qilamiz, shu O'zbekistonda Sergeli avtomobil bozorida eng zo'r inomarkani olib, bizaga murojaat qilib qo'yishingizni niyat qilamiz. Okey, video yoqqan bo'lsa, o'shaga bitta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Obuna bo'lib qo'yavering, aka.